O'zbekiston milliy terma jamoasi 2-iyun kuni tong saharda Kanadaga qarshi o'rtoqlik o'yinida maydonga tushadi. Shu munosabat bilan vakillarimiz allaqachon Edmonton shahriga yetib borgan. E'tiborlisi, milliy terma jamoamizni Kanadadagi aeroportda nafaqat u yerda istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik muxlislar, balki butun Markaziy Osiyo xalqlari vakillari ham favqulodda tantanali ravishda kutib olishdi. Qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistondan bo'lgan yuzlab futbol muxlislari o'z vatanlari hamda O'zbekiston bayroqlarini baland ko'targan holda hamyurtlarimizni olqishlashdi va bo'lajak o'yinlarda terma jamoamizga muxlislik qilishlarini bildirishdi. Okean ortidagi bunday birdamlik ijtimoiy tarmoqlarda ham katta rezonans keltirib chiqardi. Jahon chempionati oldidan bunaqa Kanadada kutib olishgan juda ham xursandmiz. Kutmagan buncha muxlislarimiz kelishini, baribir bu yoqimli. Jahon chempionatidan oldin Xudo xohlasa Kanada bu o'yinda muxlislarimizni xursand qilishga harakat qilamiz. Rahmat. Ma'lum qilinishicha, terma jamoamiz Kanadadagi dastlabki o'quv mashg'ulot yig'inlari va adaptatsiya jarayonini boshlab yuborgan. Eng quvonarlisi, ushbu muhim yig'inda murabbiylar ixtiyorida hech qanday yo'qotishlar yo'q va O'zbekiston terma jamoasi bo'lajak bahslarda to'liq tarkib bilan maydonga tushadi. Barcha yetakchi futbolchilar va legionerlarimiz ayni paytda safda. Eslatib o'tamiz, Jahon chempionatiga tayyorgarlik vazifasini o'tab yuruvchi ushbu nufuzli yig'in doirasida vakillarimiz dastlab 2-iyun kuni mezbon Kanada terma jamoasiga qarshi to'qnash kelsa, 8-iyun kuni Yevropaning eng kuchli grandlaridan biri bo'lgan Niderlandiya terma jamoasiga qarshi navbatdagi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Xo'sh, sizningcha O'zbekiston milliy terma jamoasi Kanadani mag'lub eta oladimi? O'yin qanday hisobda yakunlanadi? O'z taxminlaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'ling va tarixiy jahon chempionatini biz bilan birgalikda kuzatib boring.